kecha tarozi kuni qilib bir haftada 3 kilo ozganimni ko'rgandan keyin o'zim ham o'ylab qoldim, men o'zim nimalar qildim. Buni hammasini bitta videoga albatta sig'dira olmayman, lekin iloji boricha aytishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda kunlik suv normamni to'g'rilashga harakat qildim. Bir kunda kamida 2 litr suv ichishga harakat qildim. Qornim ochqadimi, suv ichdim va bu to'qlik hissini ozgina bo'lsa ham berdi. Bir kunda 2 marta ovqatlandim. 2 marta tushlik nonushtani kechroq qildim va kechga soat 6 gacha ovqatlandim. Ba'zida 7 gacha ovqatlangan kunlarim ham bo'ldi, lekin bu degani bo'ldi, men jetdan buzib qo'ydim, hammasi tamom tugadi degani emas. O'zimni ayblamasdan hech nima qilmaydi deb qilishda davom etdim. Ertalab 2 stakan issiq suv ichdim har kuni ertalab va bir haftada 3 kilo ozishga erishdim.